Ko'p gapirib o'tirishga vaqt yo'q. 6-mikroyonga kelganmiz. Qarshahar 6-mikrorayonda sotiladigan 2 xonali uyimiz bor. Remontlar yaxshi holatda. Endi to'liqroq tushuntiraman. Asosiy eshigimizdan kirishimiz bilan chap tarafda sanuzillar alohida joylashgan bo'ladi. Bu yerda hojatxonamiz va bu tarafda yuvinish xonamiz joylashgan. Qoladigan narsalarni savdoni ustida gaplashasizlar. Bu tarafda oshxonamiz va balkonimiz. Balkonimiz katta balkon va bu tarafda birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz. Bu yerda zal joylashgan, kengina konditsionerlar o'rnatilgan ekan. Hamma narsasi yaxshi holatda. Bu yerda esa detskiy xonamiz joylashgan. Hamma xonalar aboy qilingan, remontlari yaxshi holatda. Va bu tarafda oshxonamiz, oshxonani balkonga chiqargan hisobiga oshxonamiz ham anchagina keng va bitta xona sifatida foydalanishib turibdi. Endi esa balkonimiz 220 ga 6. Ya'ni katta balkon deyiladi. Mana shu xonadonim sotuvda. Buni joyiga keladiganimiz joyi 6-mikrorayon 4 qavatli domda 4-qavatida joylashgan. Narxiga keladiganimiz narxi arzon narxda, ya'ni 335 million so'm oxiri deyishmoqda. Kelib, ko'rib, bosib yoradigan joyi. Mana shunday uy izlab yurgan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'ying.